Assalomu alaykum go'zal patsientkalarim. Yaqinda Hydrofacial vakuumli apparatida protsedura qo'yganimda ko'pchilik so'rashibdi, nima u, narx haqida, nimaga juda qimmat deb yozibsizlar. Men hozir aytib o'taman. Mana shu sivrtkalari Hydrofacial uchun ishlatiladi. Ko'p patsientkalarim biladi, bu etapma-etap qilinadigan protsedura. Shu 26 versiyasini Amerikadan 2 oy kutdim. Bu juda ham qimmat sivrtkalar hisoblanadi. Yuzingizga hozir apparatimni ham tushuntirib o'taman. Shu apparatni mana ko'ryapsizlar, etapma-etap qo'yiladi. Mana shu yerga yuzingizga etapma-etap qilinadi. Har bir nasatkasi одноразовый nasatka bitta-bitta ochiladi. Birinchi etapi yuzingizni полностью роговой слоyi, ya'ni ortiqcha terilarni olib tashlab, yog' qatlamini tozalab bersa, ikkinchisi qora tochkalarni va yog'larni, chuqurchalarini olib tashlaydi. Uchinchisi eng yaxshi ko'rgan sivrtkalarimdan bittasi, bu yuzingizga lifting beradi, oqartiradi, pigment